Bugun hayit ko'pchilikning vaqtini, qimmatli vaqtini olmaymiz, xudo xolasa. Demak, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan o'tirib bugun yangi ajoyib qiziqarli qo'ng'iroq open case'imizda siz aziz obunachilar shundoqqina qarshi elaman. Bugun Qurbon hayiti. Hammalarni avvalambor eng birinchi o'rinda Qurbon hayitilar bilan tabriklayman. Ana undan keyin hammalarni juma ayyomilar bilan yana bir bor tabriklayman va ana undan keyin butun O'zbekiston ahlini, menimcha hamma kutgan kun. Bilmadim, u futbol ko'rmaydigan odamda ham, mana masalan o'z futbol, lekin 90 minut mana televizor oldida ko'zim uzmasdan kecha futbol ko'rdim. 0-0 bo'lgan bo'lsa ham biz jahon chempionatiga chiqdik va nihoyat o'zbekligimdan faxrlanib ketdim shu joyda. To'g'risi, shu nima deydi, emotsiya shunaqa bo'ldiki, o'sha bolalarga qo'shilib yig'lab yuboray deb ko'rib o'tirdim. Rostdan aytayapman, men ayniqsa tugagandan keyin emotsiyalarni ko'rganlar biladi buni. Baribir qonimizda O'zbekiston qoni oqayotganligi. Bayroq bo'lsa orqamga tikib qo'ysam bor-ku, va shu maza qilib ko'rdim futbolni. Tabriklayman hammalarni albatta. Mana shunaqa kutganlar albatta ko'p edi. Hammalarni O'zbekiston jahon chempionatiga yo'llanmagani bilan tabriklayman. Demak, ko'p gapirmasdan ekranlarni almashtirib open case'imizni boshlaymiz. Albatta do'stlar, men akkauntimda mana bugun bizga Qurbon hayitiga juda chiroyli bir case kelgan. Uni ko'rishdan oldin eshitish sizlarga Qurbon hayitida o'zingizlar podarka qilishingiz uchun bitta imkoniyat bor. Men hatto sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman. Mana Telegram kanalimiz описаниеlarda boshqalarda silkalari bor. O'tib mana silkasini ham ko'rib olinglar. Mana shu joyga kirganda mana zakrepleniya ko'pchilik qattiq post deb yuradi. Mana shu tepadagi joyga bitta bosasizlar. Botga kirasizlar mana bittan. Botga kirib start tugmasini bossanglar, qaranglar. Eng qizig'i, sal botimiz endi odam ko'pligi uchun sekinroq ishlashi mumkin. Boshqa 1 2 3 4 5 ta kanal. Bitta kanal o'zimniki bu yoqda. Shunaqa qilib 5 ta kanal, общий hisobda 5 ta kanalga obuna bo'lgan holatda sizlar juda ko'p yutuqlardan bittasini yutishingiz mumkin. Masalan, Pharaon full account bor, iPad bor, ikkita Infinix telefoni bor. Yana undan tashqari 200 ming UC ni bo'lib tashalgan, ya'ni 50 ming UC, 40 ming UC, 32 ming UC, 24 ming UC, 16 ming UC va 40 ta odamga 1000 UC dan, RP 1000 UC dan sizlar yutib olishingiz mumkin. Shuning uchun bor yo'g'i 5 dona kanalga tas obuna bo'lib qatnashib qo'yinglar. G'oliblar qachon aniqlanadi degan savollar juda ham ko'p. Xudo xolasa PMSL streamlari boshlanganda 12-dan PMSL streamlari boshlanadi. Biz Qozog'istonga ketyapmiz. APG jamoasi borada o'zbekligimizdan faxrlanamiz. Boshqa dedik-ku. O'zbekistondan 2 dona komanda chiqqan PMSL. Upgrade hamda Helion jamoasi. Men o'zim ham Qozog'istonda bo'laman, o'sha arenada bo'laman. Bir qo'llab-quvvatlab 10 kun davomida 12-dan 22-iyungacha bo'ladi. Kechki payt soat 16:00 dan boshlanadi katta ehtimol bilan. Shunaqa paytda kirib, streamlarda maksimalni aktiv bo'lib, poddeshka qilib O'zbekiston bayroqlari bilan Gogo APG, Gogo Helion deb poddeshka qilsangiz juda ham xursand bo'lardik. Bu motivatsiya bo'lardi. Ko'p gapirmasdan endi sekingina open case'imizga o'tamiz. Nima demoqchi? Konkursda qatnashinglar, yutib olishinglar mumkin. Juda ko'p yutuq, 50 ta odamga yutuq, katta yutuqlar va sizlar yutib olishinglar mumkin. Kanallar kam, erinmasdan qo'shilsanglar bo'ladigan kanallar. Xo'p, birinchi o'ntaligimiz albatta like bosganlar uchun men like so'ramadim va obuna so'ramadim. Endi bugun hayit, bugun obuna bo'linglar, hech bo'lmasa jigarlarim. Men bu orada ko'rmadim hali anaqalarni. Bitta ko'raylik oldin, bitta ko'rib olaylik. Undan keyin open case'imizni boshlaymiz. Nimalar beribdi o'zi, nimalarni tushsa xursand bo'lamiz. Tamom bo'ldi, hop, bo'ldi, hop. Siz eng zo'risiz. Bu nimalari ham bor ekan, buni. Оружие ko'tarib turar ekan, kiyim almalari, bir nimalari bor. Ikkinchi ultimateimiz. Wow! Bu nima? Yaxshi, haqiqatda toj keldi o'yinga. Wow, mana bu boshqa gap bo'ldi. Toj bu kerak edi. PUBG Mobile'da bitta toj yetishmasidi, albatta. Va M24'imiz max saviyasi nima bu? Effekt papada anaqasi kilchati. Kilchati vashchi katta-yu. Bu nima qiladi? Bu ana odam bilan turishi. 1 daqiqa tamom. Keysi, keysi qaranglar akalar. Kattaligini qarang. Shunaqa katta bo'ladimi keysi endi? Effekt papadaniya. M24 ga endi effekt papadaniya qanchalik kerak bilmadim, lekin juda go'zal. Qat'iqdir chiqib ketib qoldim. Xullas. Planorni qaranglar. Bu nimadir, qanaqadir kinodagi qahramonni anaqasi. Bu adashmasam, qaysidir endi hozir aytmayman, Ramazonga
anaqaga Ramazonga nima hayitga munosib gap bo'lmaydi. Chunki qanaqadir Zeusmi bir nimani anaqasida, otida bu xullas anaqa otsiz tushib kelardi. Xullas men shunaqa esladim, uzr. Keyingisi nima ekan bu? So'mka, soch orqasi ko'rinmayapti. Yechib qo'yaylik, iltimos. So'mkamiz kitobli so'mka. Kitobli so'mka. Shu quyosh bir nimalar endi bu o'zini u yoqdagi nimadirlar. Xo'p, skorotklar uncha muhim emas. Bu yoqda emotsiyalari bor va kerakli narsa bizga bu yoqda M24imiz, mashina olib qo'yamiz, kerak bo'ladi. So'mka ham mayli, normalniy va ultimate menga bunisi ko'proq yoqdi. Toji, eng muhimi toji. Albatta toji ham olish kerak bo'ladi va bu yoqdan adashmasam bizga mashina kuchaytiriladi, bir nima bo'ladi yana samolyot bor ekan bu yoqda. Xullas hammasini 37100 bor, kuchukcha 31. Bugun hayit do'stlar, bugun ham servisimiz ishlaydi, lekin tezlik bilan ishlamasligi mumkin, chunki adminlarimiz ham inson, bizda robotlar qaramaydi. Shuning uchun adminlarimiz endi xotirjamroq qarashsa, xafa bo'lmaysizlar, menimcha. Ular ham endi uyda bayram qilib, lekin qaraydi, lekin 100 servis akalar kuchukcha A31 ni telefon qilasizlar, yo telefon qilmaysizlar, Telegramdan yozasizlar. Ikkinchi o'ntalik bo'ldi. Shu akalar, ikkinchi o'ntalikda ultimate mana akalar. Nima degan gap? Oha, materialni ko'pligini qaranglar. Material ko'p berar ekanmi? Tez bosish kerak bunaqa paytda. Like bosganlar uchun bunisi skorotka berdi, yomon emas. Juda go'zal. Obuna bo'lganlar uchun men obuna 1 million bo'laylik, tezroq 1 million bo'laylik, iltimos. Va kommentariya yozganlar uchun hayit muborak deb bugun menimcha hayit muborak, juma muborak kommentariyalar ko'p bo'ladi va bu nimaga bilmadim. Aylanadimi bu? Zo'r bo'ldi, aylanar ekan. Shunisi ham zo'r bo'ldi. Danab deganlar uchun, hayitli tashaganlar uchun tirikchilikdan uzr. Xo'p, konkursda qatnashganlar uchun bilmayman nimalar uchun deb ochyapman. Skorotka 30 taga aylanyaptimi? Da, 30. Ya ikkinchi ultimate'ni ham berib yuborsa bor-ku, biz vashi izi chiqaramiz agarda. Bu orada populyarnsa ham beryapti. Populyarnsa juda ko'p narsa so'rab olyapman, to'g'ri, lekin populyarnsa dunyo bo'yicha 6-o'rinda turadigan donatorga qarshi tushib qo'yamiz populyarns battleda. Bu battleda agar hayitli tashagilar kelib qolsa, eshitishdi o'yinga kiribdi. Endi misol 30 ming suyimiz qoldi. O'yinga kirib. Endi buncha ko'p gapirding demanglar, faqat chunki men rostdan 6-o'rinda 11-chilik bo'lib populyarns anaqasi reytingi yutqizyapmiz. Kirib, mana aytdim. Eshitishdi. Endi hayitli tashamoqchi bo'lganlar uchun. Tekin ko'rishga ham hayitli agala menga. Tashab qo'ysanglar ham yutib ketishimiz mumkin. Juda ko'pchiligimiz chunki. Xo'p. PUBG bizga ikkinchi ultimate endi. Keyin ovozi yo'qmi? Men ozgina taktika qilaman. Bittalikdan 2-3 ta ochib turib, 1-2 ta o'ntalik propust bilan ochmoqchiman. Granata nechtaga aylanadi? 15 ta. Yomon emas. 3 yomon emas. Bizga xatyap bo'pti mayli. M24 ber masalanda, PUBG. Bo'sh o'tma. To'g'ri, 30.100 bordir, lekin bizni hal qiladigan ishlarimiz ham bor. Qolsin bu 100 yil ortib qolsa nima bo'ldi, to'g'rimi? Ultimate boshda berdi, zo'r ketdi-da. Endi bu yo'g'iga menimcha sal endi boshda hamma omadimizni ishlatdik-ku. Hayitli qilib berib yubordimmi deyman-da. Bitta bunday yangilik qilaylik, kiramiz, chiqamiz, anaqaga qo'yamiz, boshqa rejimga qo'yamiz. Bu ham taktika akalar, bu ham taktika. Davay PUBG M24 ber. Material lekin yaxshi beryapti deb o'ylayman. Kraska bermas ekanda, bu odam bor-ku, kraska bizga juda kerak bo'ladi hozir. Kraskaga qiynalamiz, M24 ko'tarsak, dudim, yumpi berdi. Bu yumpi kuchaytiriladigan emas, lekin yaxshi, chiroyli skin. Yumpi ham. PUBG qiynama bizni PUBG. Beror, ikkinchi ultimate'ni beror. Menga yoqqan ultimate'ni bermasdan bu ham boshqa ultimate berdi-ku. Toji ber bo'pti mayli. PUBG. Mashinani ber, toji ber, nimadirlarni ber bizga. Ha, bu orada mana bitta sistemamiz bor, bitta to'lgan bu. Bu sistemani ham ishlatsak bo'ladi, atak bor, ultimate ishlatsak bo'ladi. Esimda. Buni qanaqa qilish hozirmasligiga tushuntiraman. Eshitishdi donator akalarimiz ochmoqchi bo'lganlarga. Birinchi ochib olasizlar. Keyin monetalarga arzon narsalarni olib olasizlar. Yana bitta yumpi berdi. Nechtaga aylanar ekan?
38 40 ta. Mayli, yomon emas. Da. Men buni sistemasini esladim. Bundan YouTube chiqib ketsa bo'ladi. Faqat bizga yana bitta nimadir berib yuborsa zo'r bo'lardi. Yana bitta UMP berdi. Mayli. PUBG bizni qiynama. Xullas, men bittaga case garantiya bilan nima, sizda yo'q narsani aniq beradi. Sizda aniq yo'q narsani garantiya bilan beradi. Ya'ni o'shani ochish uchun biz birinchi mana buni polni ochaylik-da, hozir men sizlarga tushuntiraman. Ko'rsataman, oxirida ko'rsataman. Yaxshi bo'ldi, parashyut berdi. Emotsiyalarni bo'lsa ham berish kerak-da bizga, lekin legendarniymi? Lekin bu arada do'stlar, anaqa keldi. UC olish ayni vaqtda, anaqa bonus yangilandi, UC bonus yangilandi. Bemalol kirib, sizlar ham UC larni xarid qilishingiz mumkin va xarid qilish uchun ishonchli joy bu. O'sha gap o'zingizlar bilasizlar. Xo'p. Qani. Ya bizga bermagan narsa 8 ta anaqamiz bor. 800 ta, lekin men bitta mana shuncha narsa bor-da. Men bilan ham olishim kerak-da hozir agar. 8 ta. Üzerindeki PUBG. Bizga ko'proq narsa tushib berish kerak-da. Hatto bir legendarnilar bo'lsa ham tushib tashlasa zo'r bo'lardi. Biz full olishimiz uchun PUBG. Bittalik ochib ko'raman ozgina, chunki hali xo'ja-xo'jali. Skitkasi yo'q bunda, 10 talik ochsangiz ham 600 ga. Bittalikdan ovoz. Yomon emas. Bittalikdan ovoz 8x tushdi bittalikdan, yomon emas. Menimcha 10 talikdan ko'ra bittalik foydaliroq bo'lyapti, akalar. Davay PUBG. Bizga ultimate ber bittalikdan. Davay PUBG, bizga M24 ber. Ya bervorsa agar bilmadim ekan. Keysga nimaga kraska qo'shishmaganini tushunmayapman, lekin kraska qo'shishganda zo'r bo'lardi. 10 talik ochib ko'ramiz. Mayli, 30 ta yomon emas. Yulduzli arava planori. Yomon emas, planori ham oldik. Juda go'zal. Yani bir taktikal ish beryapti mana. Mana taktika qilsa ish berar ekan-ku. Juda go'zal. Davay PUBG. M24 ham beryordi bizga yoki ultimate berib yor. Ya biz hammasini olamiz. Hammasini olishga olamiz-da. Yaxshi emotsiya berdi bittasi. Bu emotsiyaga ham pul sarf qilishimizga to'g'ri kelardi, yomon emas. Hamini ham to'lsa, 3-inchisi uje bo'ldi. To'xtatsak ham bo'lar ekan. PUBG. Nimadir ber, yana bitta nimadir ber. Bitta emotsiyami, so'mkami misol uchun yoki M24 mi, bittasini ber. PUBG. Bersinchi bizga. Bizni qiynamasinchi PUBG. Oxirgi bittalikdan ochsam ham to'lsa kerak. Bo'ldi, to'ldi. Bu nima edi? Buni ham birinchi marta berishgan. Xo'p, ana endi do'stlar, 3 ta ochish imkoniyatimiz bor bu yoqdan. Qaranglar, endi bu yoqdan 2 taga buni M24 olaylik. Eshitinglar, M24 chunki qaytadan tushsa ham materialga aylanadigan narsa. M24 oldik, 700 ta filmimiz bor. 200 ta yo'q, to'xta, 700 ta filmimiz bo'lsa, yana 400 500 ta, 200 ta, 700 ta bo'ladi. Bo'ldi, biz olar ekanmiz u. Olamiz. Mana buni qilamiz, qarab turinglar. Taktika qilamiz-da, akalar. Hozir shoshmay turing. Siz oldin eshiting. Hozir endi bizni 3 ta ochsak, onajonim. Biz mana buni olmay tursak bo'lar ekan. Ahmoqlik qildim. Mana shu yerda ham zararga ishladim, lekin mana qaranglar, hozir 3 ta narsa ochilmagan. 3 tasini ham aniq tekinga ola olamiz mana. Birinchisiga emotsiya beradi, ikkinchisiga tojji beradi katta ehtimol bilan. Aytdim-ku. Uchinchi ultimate'imizni olgan bo'lamiz.
Hammasini oldi. Biz aslida shoshildim. Men shu joyda shoshildim. Chunki men buni 400 taga oldim, 450 taga oldim. Buni olmasdan buni olganimda edi. Buni garantiyadan olib qolganiga men bunaqa qilib misol uchun material olsam bo'lardi, lekin men ahmoqligim shoshildim. Yana bir bor shoshildim. Meni kechiringlar akalar, populyar sezayotganlar, rahmat. Hop, qo'limizga M24imiz qani? M24imizni olaylik. Hop, parashyutimiz qani? Yangi parashyutimiz taqaylik. Yangisi. Ya poyezdda ham bir tushib ko'rishim kerak aslida. Hop. Endi yana nimalar bor? Ya kraskalar boshqalar yo'q, bilmayman nima. Yo'q, UAZik yangisini qo'yib ko'ramiz albatta. Hozir kaska nima berdi? Ha, kaska ekan bu. Oha, серьезно? Inferno admin. Akalar, bo'ldi, Inferno admin. Hamma olish kerak bo'lgan narsa aniq bo'ldi. Inferno rostdan admin bilmadim, men, lekin Infernoni kiyib nima qilaman endi-da, misol uchun. Inferno bo'ldi, o'sha kerak emas, men kim aytdi kerak edi? Kerak emas, bo'ldi. Mamatdan ham hattoki qani kaskani chiqarib qo'yamiz, shilemni matchlarda berkitish. Yoqish, ukajonim, shilemni. Asosiy menyuda yoqish. Yo'q buni endi. Buni endi yo'q-da endi, sen buni yo'q-da endi, ukajonim, mehribonim. Mamatdan prezda beradi hali bizga. Qani qayerdan olamiz mukofotlarni olish? Hammasini ol. M24imiz ikkinchi shakli bir nimasi hozir ishlat, okey. Bularni ham hammasini hozir ishlat, jigarim. Bularni ham hammasini vertolyotda hozir ishlat, hammasini hozir ishlat, jigarim. Okey, ishlataver. Buni ham ishlataver. Bu ham bizga kerakli narsa. Va nimalar berdi yana? Bo'ldi, menimcha. Endi bo'ladi hamda. Bu nima qilar ekan? Bu ikki kishi turganda mana shunaqa qilib o'ynalarmi ekan buni? Meni avatarkam o'zgarib qoldi-da, endi men to'xtaylar, men o'zimni anaqa bir daqiqa hozirlani. Atak tursin bu, yonib boshqa bo'lib turar ekan, turursin. Orqa fonini qaranglar. Vah. Yana nimadir bermaganmi? Kolleksiyadan berishi mumkin-da. Kolleksiyadan, aytdim, u kolleksiyadan nimadir beradi. Bunga kiramiz, hammasini olish. Nomard 10 ta kraska berganingda ham rozi edim. Mayli. Va ko'rib turganingizda akalar, endi M24 kuchaytiraymi degan savol keladi avtomatik. Birinchidan, menda kraska muammo bo'lishi mumkin-da. Ko'tarish kerak, lekin buni kraskani qayerdan olamiz? Hop, ko'tarish kerak-da. Ko'taring-da, bratim. Kraskani qayerdan olasiz degan savol berishinglar mumkin. Buni ham o'ylab qo'yganman-da, eng qizig'i. Men uni ham o'ylab qo'yganman-da hozir. Hamda nima sovg'a beradi? Mayli, o'yinchisiga bitta ochib qo'yaylik. Uni ham o'ylab qo'yganman, do'stlarim. Mana hozir. Mana, attaydi. Mana, tamom. Mana bitta hammasiga kraska olamiz. Ko'ryapsizlarmi? Tushunyapsizlarmi sizlar buni ma'nosini? Hozir endi men kiramanda, Mamatga kiramanda. Qani endi M24imiz? Kesin buni M24 2-chi leveli, 3-chi leveli, 4-chi leveli va 5-chi leveli ham. 6-chi leveliga o'zi yetmayapti. 6-7 ga yetmayapti. 6-7 ga 40 ta bu yoqdan 100 ta, 140 ta. Brizi 40 taga to'g'risi qornim og'riydi-da, meni 140 taga men bitta olgani bor-ku. Voy, onasini neymisan? 39 dan 100 ga olib, qancha 100 yo'qotdim hozir? Qatiyam 6 qildim lekin. 7-chi levelni endi 100 ta kraska yig'ib endi mana shu joyga olib kelib qilmasa bo'lmaydi. Buni qilamiz.
Hozir emasda, endi hozir servisimiz ham endi hayit qilyapti, ishlamayapti. Kecha olib qo'ydim Yusini. Yusi bonus boshqasi kelgan. Endi nimadir kraskalarni yig'ib, Yusni yiqqandan keyin M24'imizni 7-level qilib, endi baribir streamlarda boshqasi Shahzoda bo'ldi gaplar. Shahzoda bo'ldi. Yo'q, Shahzoda deganda artist Shahzoda emas. Ertaklardagi Shahzoda. Wow. Va emotsiyalarimiz, qani emotsiyalarimizni ko'rsataylik. Shuncha emotsiya ochdik-ku, teginga bermadim ularni ham, pulga berdi bizga. To'g'rimi? Buni mana. Biroq borib keldi. Excalibur. Da Excaliburmi bu shunaqami? Da tosh ichidan chiqardi, shuda Excalibur. Bor, bu nimadir hikoyasi bor bu Shahzodada, lekin keyinroq. Albatta do'stlar, bugun hayit bo'lishiga qaramasdan video qilishga harakat qildim. Sizlarga yoqqandi deb